Qo'llash unda bo'lmaydi to'rdoshlar. Agar qo'llug'inglar bo'lib qolib qolsa, zopillarimizni yurak bisab saqlab, yaxshi bo'lgan pullarni yezib, gunju qilib olsanglar, urug' tuqqan do'st birodarlarga taqatib qo'ysanglar, shular bir foydali qas bo'ladi. Bu bizni putlatamizlar, yo inoatimizni to'gaydatamizlar, yo ma bolani zonli qilish yo'llatamizlar, rasmni jitoqlab yo'llab qo'yapsizlar. Bu yaxshi avval emas. Shu kuni esa qopqon tiyib qolgan ustamning ikkinchisi mana shu. Ustam o'zini anglaymiz. Men gapga ketib qo'yimdim. Hozir o'z genjosini tabiiy holda bizga deb turdi. So'zingni to'xtat ustam. To'rdoshlar yaxshimisizlar? Biz qapoq tuyib qolgan avvalmi yo'q. Biz qoidamizga bo'ysunolmayotgan unda nimamizmi yo'q. Lobami shu bizga yaxshi olsin deb qoidamizning jihatda so'zlarni qilgan so'qoq salbiy qator ig'irlab qoldi. Shuning bilan birga yana yig'inning vaqtimi uzrab qoldi. Shu zatdan bizlar sal chiroyimiz to'ngab ko'kirib, shuning bilan shu qapoq tuygan holatda chiqib qoldik. Bizning bunda tushasanglar bo'lmaydi. Biz bundan keyin tiximi terishib, apandimni tiximi gullandimiz. Yurak yig'ilgan gap mana bu. Ustamilmi ochiq gapirma to'rdoshman deb qo'yay. Anda qilmaymiz. Oshpazlik qilmoq oson emas. Gunohkorlik oson emas. Mushbali bir japodat, nurg'un japodat ustam bo'lgan. Buni hurmatini men qilib olsam, aqasini nima bunga rasmiy jutoq yo'llab qo'yib nima qilsanglar? Qat'iy o'xshamay juma. Mana bizning ikkinchi qavatga ustam buni. Yusufjon sizmi ta'siratingiz so'zlang? Qapoq tugan deb sizning chiqib qo'yapti. Ochingiz keldimi kelmadimi? Ochig'im keldi. Endi shu vaqt bu yerda yo'rib turib endi. Chiroyim sal aysaroq chiqib qoldi, qapoq tuganda endi. Bizning endi unda loben qapoq turib yavans gap so'zlar achchiqlarimiz kelib qapoq tugan yerimiz yo'q bizning. Mana amaliyot bu shu. To'rdoshlar buningdan keyin yaxshi bo'lgan energiyalik gap so'zlar olsa men aytib qo'yinglar. Jitoqlab men yo'llab qo'ysanglar xo'sh bo'laman. Meni putlaydigan yoki mening qarashimdan qusur chiqardiganlar bo'lsa, men bir-birlab javob qaytaraman. Yaxshilik yadi qolmaydi, yomonlikning javobi ham so'riqi bo'ladi. Shunga bundan keyin bizni qo'lay qilib, bizni zopillarimizni yurak bilsa pingli yuzab bizni qo'shib olsanglar, sizlarni xushal bo'lamiz. Oshxonamizga qadam tashrif qilsanglar, mushunda qo'li gul ustamlarning tomog'ini tetib ketalaysizlar. Unda bo'lsa apandimni qo'llaydiganlar bizni qo'shilinglar.